Men uyga qaytishni xohlamasdim, chunki ba'zan eng og'ir joy o'z uying bo'lar ekan. Men 1999-yil Qashqadaryo viloyatining Kasb tumani Komilon qishlog'ida tug'ilganman. Oilamiz oddiy. Otam qurilishda ishlaydi, onam uy bekasi. Oilada 3 ta farzandmiz, 2 qiz, 1 o'g'il. 2015-yilda maktabni tugatib, litseyga o'qishga kirdim. 2018-yilda esa litseyni ham tugatdim. Lekin universitetga topshirmadim. Oilamizning sharoiti bunga to'g'ri kelmasdi. Kontrakt to'la olmasdilar, shuning uchun o'qishga topshirmaganman. Uyda ham ko'p janjallar bo'ladi, urushli oilada katta bo'lganmiz singlim bilan. Keyin boshqa oilalarni farzandlariga taqqoslashadi. Sen o'g'il bola bo'lmagansan, sen pul topolmaysan deb biroz ko'p urishardi singlim bilan meni. Shuning uchun litseyni tugatganimdan keyin ko'pincha dalaga chiqib ketardik singlim bilan. Sabzi o'tardik, paxta terardik. Xullas, qanaqa og'ir mehnat bo'lsa, qanaqa halol mehnatli ish bo'lsa qilardik. Ba'zan uyga juda kech qaytardik, chunki boshqa tumanlarga olib ketishardi, gruppa bo'lib kech qaytardik. Lekin o'sha paytda hech kim bilmagan bir narsam bor edi. Men dalada faqat ishlamasdim, men kelajagimni sekin-sekin qurardim. Bu hali boshlanishi oldinda Toshkentga qanday kelganim, kim menga media sohasiga kirishga imkon bergani, hayotimni 180 gradusga o'zgartirgan o'sha bitta xabar bor. Hikoyamni boshdan kuzatmoqchi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. 3-qismida o'sha inson kimligini aytaman.